Assalomu alaykum jigarli, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Xo'p, bugungi videoda sizlar bilan ushbu 3D personajlarni sun'iy intellekt orqali qanday yasashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni ko'pchilik montajyorlarda bo'ladigan muammo internetdan footage topa olmaydi, ya'ni videosiga moslangan footage topa olmaydi. Topsa u ekspertga yoqmaydi yoki o'sha footageda ustida reklama bo'ladi, uni sotib olishga to'g'ri keladi. Men bugungi videoda sizlarga xohlagan vaziyatingizga moslab footage rasmlarini tayyorlashni o'rgataman. Hammasi tekin va juda ham tez. Xohlagan vaziyatga o'zingizlar bemalol promptlarni tayyorlab 3D personajlarni yasasanglar bo'ladi. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda aytilgan. Ko'rishinglar mumkin. Bu yoqda aytilgan taomni yo'riqnomasi bormi yo'qmi? Bu yoqda o'sha qo'lidagi yo'riqnoma shu personaj turibdi va kiyimni eslab qolinglar va ikkinchi rasmda ham xuddi o'sha personaj, xuddi o'sha kiyimda bu yoqda mehmonga o'xshab buyurtma qilasiz. Ya'ni qo'lida osh turibdi, o'ng qo'lda chek, ya'ni taomni buyurtma qilyapti. Va uchinchisida taomni olib taroziga qo'yasiz. Ya'ni o'sha boyagi qo'lidagi oshni olib taroziga qo'yib vaznini ko'ryapti. Xohlagancha boya aytganimdek, xohlagan vaziyatingizga moslab shunaqangi footage tayyorlasanglar bo'ladi. Hozirgi videoda faqat rasm tayyorlashni o'rgataman. Agar shu video 200 ta like yig'sa, keyingi videolardan ushbu rasmlarni videoga generatsiya qilishni ham ko'rib chiqamiz. U ham tekin va tez bo'ladi. Faqat bu videoda ko'rsatsam juda ham darslik cho'zilib ketadi. Shuning uchun ikkinchi qism qilib chiqaraman. Videoni oxirigacha ko'ringlar, boshladik. Birinchi bo'lib ChatGPT ga kirib olamiz. ChatGPT ni o'zidan prompt yozsanglar chiqaradi, lekin bunaqangi 3D personaj qilib chiqara olmaydi. Shuning uchun bizga bu yoqda ChatGPT va men bu bo'limga kiramizda bu yoqdan 3D deb yozsak, sal sekinroq ishlayapti. Xo'p, mana tez yozsam, mana dokumentarniy style 3D image generate. Xo'p, bosdik, chat qilamiz. Nimaga bu yoqdan kirib prompt yozish kerak? Chunki bu qanaqa prompt yozib bersa ham, qanaqa rasm generatsiya uchun prompt yozsa ham, misol nano banana yoki boshqa rasm generatsiya qiladigan sun'iy intellektga tashlasanglar, xuddi shunaqangi personajlarda rasm generatsiya qiladi, boshqa yo'nalishga o'tib ketmaydi. Hamma vaziyatlar, nimalar shu personajlar bilan bo'ladi. Xo'p, deylik, bizga ofitsiant qo'lida taom ushlab turgan kadr kerak va yozamiz. Menga nano uchun prompt yozib ber. Ofitsiant ikkita qo'lida taom. Ofitsiant taomni ikkita qo'lida ushlab turibdi. Kamera, ya'ni rakurs to'g'ridan olyapti. Va shu yerda bu prompt berayotgan payt sizlarga B-roll kadrlarni tayyorlab beradi. Ya'ni to'g'ridan, tepadan bo'lishi mumkin, o'ngdan yoki chapdan. Va shu yerda yozasizlar. Menga 3 ta B-roll kadr uchun prompt tayyorla. Bu o'zi kerak emas. Hozir rasm generatsiya qilayotganimga kerak emas. Agar mabodo sizlarga kerak bo'lsa, ya'ni dinamikasini yana ham ko'proq qilaman desanglar, ikkita 3 ta B-roll kadrlar qo'shib, kadrlarni almashtirib tayyorlasanglar bo'ladi. Xo'p, bu yoqda 3 ta yozdik. Bemalol o'zbekcha yozaveringlar, o'zbekchaga ham prompt yozib beraveradi. Xo'p, mana birinchi asosiy kadrimiz. Birinchi yozgan prompt, gapimizga moslangan prompt va bu yoqda mana 3 ta B-roll kadr tayyorlab bergan va bu yoqda Gemini ga kiramiz. Gemini boya copyright qilgan promptimizni bu yoqqa joylaymiz va bu yoqdan create image deb bosib buni bosamiz va ozgina kutib turamiz. Va ko'rishinglar mumkin, bu yoqda ofitsiant ikkita qo'lida taomni ushlab turibdi. Endi boyagi ikkinchi B-roll kadrni copyright qilamiz. Ya'ni birinchi kadr bu, 3 ta kadrning birinchisi bu va bu yoqqa qo'yamiz.
Bu menimcha ikkalasi bir xil prompt. Hadi ikkinchi bir rolni kooperativ ko'raylikchi. Mana. Xuddi o'shanaqa kadr o'ng tomondan ko'rsatyapti. Xo'p. Uchinchi bir rol qanaqa bo'lar ekan? Buni ham yana siqib ko'ramiz. Va bunisi menimcha yaqinroqdan, ya'ni mana boshdan oyoq ko'rinyapti. Bu yoqda o'ngdan qilingan ekan va bu yoqda yana ham detalni yaqinroqdan ko'rsatilgan. Hozir taom yozganda g'alatiroq narsa yozdi. Misol o'zbekcha palov yozsanglar ham qo'liga bemalol oshlarni qo'yib qo'yadi. Oldingi rasmlarimda ham bu yoqda ko'rsatgan rasmlarda ham o'zbekcha palov deb yozganman. Genarcha qilib bergan. Xo'p, endi bitta muammo bor bu yoqda. Ko'pincha nima qilmaydi? Reels formatda generatsiya qilmaydi. Endi promptni to'g'ri yozsa qiladi. Ba'zi paytlar umuman qilmaydi. Promptni to'g'ri yozsanglar ham, promptni almashtirsanglar ham qilmaydi va boshqacha vaziyatlarda ham, misol uchun deylik, internetda shunaqangi to'rtburchak rasm topdinglar, uni Instagram format qilishinglar kerak. Xo'p. Deylik, mana shuni shunday sketchat qilib olasizlar. Bu yoqqa kirib, expand photo deb yozasizlar. Va Pixel Cut degan sayt chiqadi. Birinchi sayt, kirasizlar ichiga. Bu yoqda xuddi o'sha rasmni shuni olib joylaysizlar. Mana to'rtburchak turibdi. Mana customdan formatni 9 ga 16 qilasizlar. Bu Instagram format bo'ladi va generatsiya qilasizlar. Bu yoqda ham ozgina kutamiz. Va ko'rishinglar mumkin. Xohlagan rasmlarni, xohlagan formatingizga moslab, qolgan joylarini to'ldirib beradi. Bu yoqda boyagi to'rtburchak edi, Instagram format qildi va buni kuniga 3 ta limit beradi, ya'ni bir kunda 3 ta tekin generatsiya qilsanglar bo'ladi. Aniqrog'i 3 marta sketchat qilsanglar bo'ladi. Mana buni bossanglar, misol shu rasm yoqmadimi sizlarga? Mana buni bossanglar, bu akkaunt so'rayapti. Akkaunt shunday login kirsanglar, mana buni bossanglar, yana boshqatdan generatsiya qilib beraveradi. Xohlasanglar 100 ta generatsiya qilsanglar bo'ladi. Faqat yuklab olish 3 marta yuklab olsanglar bo'ladi bir kunda. Bitta akkaunt bilan. Xo'p, endi bu video buni sketchat qilib olamiz. Sketchat qilib olganingizdan keyin xohlagancha, xohlagan videoingizda shuni qo'yib olib, o'sha videoga moslab zoom in, zoom outlar qilsanglar bo'ladi. Juda ham oson narsa, lekin videoda ishlatganda qanaqadir boshqacha ko'rinadi. Nima desam bo'ladi? Zo'r ko'rinadi. Xo'p, darsligimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Yana o'sha boyagi gap 200 ta laykdan keyin xuddi shunaqangi rasmlarni generatsiya qilib bo'lganimizdan keyin bularni videoga generatsiya qilishni ko'rib chiqamiz. Shuning uchun bang'alatib ketdi. Shuning uchun laykni bang'alatib bosinglar. Keyingi darsliklargacha ko'rishguncha.